Assalomu alaykum. Eko pechka ishqibozlari, mana ekonom kotyolimiz ham tayyor, xudo xolasa. $2,5 million so'm sotilgan, 2,200,000 so'mdan qilib beramiz. Ichkariga kiradigan bo'lsak, briket apparatimiz 250,000 so'm zavoddan. O'zimiz bilan lazerda kesiladi, lista gupta bukiladi. Choklari mana qo'l avtomatda quyiladi. 3 yil 4 yillik ustalar hammasi. Noldan yasaladi. Qishda narx-navo ham baland edi, keyin bir haftalik ochib to'p ketgan edi. Hozir mana aksiya qilib 900,000 so'mdan 1,100,000gacha qilyapmiz. İş avcıda. Ana $200. Pasta kilo oladigan xom varianti. Bu adam ham ustalar ishlayapti. Lazerda kesiladi listlarimiz. O yangilik qilganmiz 20li 25li ham bo'lyapti. Hozirgi chala variant, kraska qilinmagan varianti. Bular hammasi katyol varianti mana. Bu turi sotilib ketyapti, chunki narxlar ancha tushgan. 1,200,000 sotilgan 900,000 so'm hozir narx-navo. 1,400,000 full pechkali gulli pechkalarimiz hozir 1,100,000 so'm. Kraska sepamiz, ana skladimiz. Bo'sh. Bugun Andijonga 20 ta olib ketdi, 20 ta tugadi. Voha, Qoraqalpoq, Tojikiston, Qirg'iziston. Qirg'izistonga ham bor. $9 kargo orqali jo'natib beramiz. Shu lista bitta bukiladi. Mana shu holatda. $45,000 olingan stat apparat. Qo'l bola bas, garantiya beriladi. O'sha birinchi o'ylab topilgan joyi. Onasi full pechka. Tepasida ham shotka bo'ladi, pastida pasti bo'ladi. Ichida mana kuldonlari bilan. Bu tarafda kraska qilinadi. Hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Ana shu eski 2020-yil karantin paytida ekonom pechkani o'sha birinchi yasaganimiz. Aynaqa bo'lgan yilda-yilga takomillashib shunaqa holatga kelgan. Mana ko'ringlar. Ekonom pechkani originali qayerda deb so'raganlarga shu ko'rsataverasizlar. Farg'onaning Kirgizistonda chiqadi ana. Eski variantlari. Bu yerda ham ish qizg'in. Katta zavod, zdaniya, ko'pchilik ishlaydi. Mana qishda bundan 2 barobar ko'p odam ishlaydi. Originalini shu garantiyali joydan olaman. Qishtali ertaga oktyabrning hamida pechka quriladi. 4 oy vaqt qolyapti. Ungacha mana olib qo'yib qo'yaman deganlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. İşimizga garantiya. 9,000 so'mlikda bunaqa guli bo'lmaydi. Qo'shimcha. Oddiy mana standart holatda bo'ladi. Bunga kraska, orqasiga tapcha, boshqa qo'shimcha ishlar qilinadigan bo'lsa, narx qo'shilib boraveradi. Hozir oldin bunaqa joyi 20 ga 20 bo'lardi. So'rov bu tarafi ham. O'tinga yoqaman degan akalarimizga 25 ga 25 ham qilinyapti. Bunaqa o'zini ham kattaroq qilinyapti hozir. Kichikroq varianti ham bor, ko'mir varianti, o'tin varianti ham bor. Ko'rsatilgan raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa.